100 kvadratli uyda zo'r narxga topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, o'zingiz tushunib olasiz va tushuntirib beraman. Zal qismini ko'rasizlar, kattagina, где-то bir 8 metrlar chiqadi. Balkon zalimiz ham kengina. Yangi xonadon, hech kim yashamagan, Sharq Novzada joylashgan. Bu yog'imizda Samarqand darvoza, Shoxontohur rayoniga kiradi. Shoxontohur rovidan shunday qarama-qarshi tomonda joylashgan bu xonadonimiz. Azizlar, 100 kvadrat 3 xonadan iborat yangi remont. Kelinglar, spalnini ko'rsatib beraman. Bu spalni xonamiz o'zining shkaflari bilan hamma narsasi tayyor, komplektovniy qilingan. Shunday kirib yashashga tayyor. Kadastr hujjatlari joy-joyida sразу nomimizga o'tkazib beramiz. Narxi o'zi zo'r narxda. Yana kelishtirib beramiz. Mana kirishimizni ko'rsatib beraman. Mana shunday kirdik. Sразу kattagina koridor va bu yerda shkafni zona stroyni, bu yerda sanuzulimiz joylashgan. Sanuzulimiz bitta, ikkita spalni, alohida zal, alohida kattagina oshxonadan iborat do'stlar. Lokatsiya zo'r, zakritchi dvorimiz juda ham chiroyli, ухоженный, детский площадкалari bor. Yonimizda bog'cha, maktab, polya, вообще zo'r. Bu детский xonamiz bo'ladi va детский xonani o'zini balkoniga ega. Mana balkonni shuni ochasiz, piramid, Toshkent City, polni manzaralar ko'rinib turadi, toza havo. Ya'ni eng zo'r tomoni bilasizmi? Uyimizning to'rsida uy yo'qda, bemalol xohlagan kiyimda yura olasiz. Durbin bo'lmaydi, havo aylanishi zo'r bo'ladi. Bu esa oshxonamiz. Oshxona ko'rasizlar, oshxona juda ham uzun, kattagina. 4 tali o'tiradigan zona qilingan. Xohlasangiz mana bu joyga yana bir 4 tali qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rinish holati oshxonamizda, bu yerda esa texnikalarimiz joylashgan. Patologni ko'rasizlar, 3 metrdan baland patolog 320 chiqadi. Uyimiz 100 kvadrat, zakritchi dvor, подземный parkovkalarga ega, lokatsiya zo'r. Birinchi, ikkinchi etajimiz bu yerda Nijiloyda har xil butiklar yoki fast foodlar bor do'stlar. Juda ham qulay joyda joylashgan xonadonimiz sotuvda. Narxi 149 ming so'ramiz. Yana sunnatiga o'tadigan joyimiz bor. 100 kvadratli bunaqa remont uy, bunaqa kvartaldan, bunaqa joydan uylar hozircha yo'q do'stlar. Shuning uchun shoshilinglar. Shunaqa kvartira qaroatga yaqinlashsa, sekin yuborib, like bosib qo'yinglar, xo'p. Ko'rishganda omon bo'ling.